Odamda o'zining kelgisini biladigan vaqtlar bo'lgan bo'lsa, naqadar yaxshi bo'ladi-da. Kichkindan tortib, eng cho'ng orzuyim oliy maktabga o'tib, rassom bo'lish edi. Mana oliy maktabga o'tdim. Tarim daryosi bo'stonligidan bu qadimki madaniyat shahardagi oliy bilim yurtiga kelib, o'zimni baxtiyor qilganimda oldimda men nurg'unlagan ochiq qismatlarning kutib turganligini o'ylab boqmabdi ekanman. Beshimga kelgan ochiq qismatlarning sababini yanfundagi ash kichkin detaldan ko'ra peshonamga bitilgan qismatdan Başta kılgan bedemni unutup gözlerimni yatqa taşladım. Sevgimizin gülünü kurutup beni elem otqa taşladım. Kalbim yara dava etmez. Beni bimar kılıp taşladı. Kıskin